tashlab ketayotgan sevgan qizingiz. Uring endi. Jonim tashlab ketma, iltimos. Lattalanmay, dars urish kerak buni. Qo'lingizni urgan. Urmayman buni sevgilimmi? Siz sevgilingiz emas, G'ulomjon, o'sha qiz sizni xarob qilyapti. O'zga keling, erkak bo'ling. Bo'ldi. O'zim kelaman. Kim urdingiz? Shimo. O'sha mushukka olib beraymi? Uyda alamingiz o'shandan olasiz. Yo'q, kerak emas. Nima bo'lyapti o'zi? Tug'ilgan kuniga Qaybulla Tursunov bilan Hamdam Sobirov olib borishim kerak. Nima? Bilasizmi ish puli kelishini ularni? Nima qilay, xolayapti-da. Xolamay o'lsin. Bitta variant bor. Qanaqa? O'rta Osiyodagi eng katta yangi O'zbekiston bog'i. Bu yerda piknik uchun qulay sharoitlar bor. Kene bizdan ish hal qilaylik. U joyga endi kelamiz. Bo'la qoling. Bu bog'da har shanba, yakshanba kunlari katta konsert dasturlari ham bo'ladi. Kene, menga Hamdam akam bilan Qaybulla akam keraklar. Cho'chimay G'ulomjon, ularni ham hal qilamiz. Cho'chimayapman, kene. 12-aprel kuni soat 19:00 da Qaybulla Tursunov keladi. 13-aprel kuni bo'lsa Hamdam Sobirov keladi. Voy, rekord uryapsiz. Aytgancha, keling bolam bitta rasmini ko'ryapsizmi? Mana. Shu xotinmi? Shuni deb shuncha harakat qildimmi hozir? Og'izga qarab gapiring, qiz bola bu. Nima deyapsiz? Tashqasini qarang, oyijondan kattaga o'xshaydi. Konsert kelsanglar, ona bola konsert kelibdi deb o'ylashadi. Kamongoda muzika qo'yib bersam bo'lardi bunga. Sevgim haqida unaqa demang, tushundingizmi? Hozir kelayimsiz degan qarab. Kelayimsiz. Kenayizman men sizni. O'shanga qarab o'tirmayman. Olib bermaymiz bu qizni sizga baribir. Olib berasiz, bo'lmasa shu yerda o'zim tashiyman. Tashlab o'tirish shart emas. O'zim tashlab yuboraman. Hazırlaştık gene. Siempre pasaste en toda. Me para intentar y no te